Assalomu alaykumlar. Tomorqa biznes kanali muxlislari. Xo'p, bugun 25-avgust, 26-avgust. Ertalabki soat tongi 5 dan endi o'tdi-da. Xo'p, nima gaplar? Hozir tushdim. Mana birinchi qiyamiz bolalar o'zi yuribdi bu yoqda. Aylanib maza qilib yuribdi, mashalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Yoz o'tlarni aytgan uyni yasab qo'yaman yana. Uy ketib qo'ygan ko'rsizlar mana. Uy nasib ketib qo'ygan. Uychasini qilib qo'yamiz. Shu yerda ish urishadi yana. Atak o'zlari yurib qaynani qidirib nima qilib yurishdi. Menga nima muhim? Mana bu ona qo'ygan juda podozrительный turibdi. Shu tug'aman deb turibdi. Qaranglar, hozir mana yerda turuvdi. Bir g'alati shu nimasi shu joyni qimirlatib turdi-da. Hozir xudo xolasi bu ham tug'ishni boshlaydi. Shuni qarab turamiz, kuzatib turamiz, bo'ladimi? Tug'ishni boshlasa xudo xolasa joy-joyiga qo'yib qarashib turmasak bo'lmaydi. Shunaqa gaplar. Dorisini olib kelib qo'yganman. Ostiga dorisini ko'rsataman. Men o'qib ursa tug'diradigan dorisi bor, mana o'tib ketsa. Mer oksitoksin degan bor ekan, mer oksitoksin degan bor ekan. Bu arzon. 10 ming so'm mana shu. 10 ming so'mga oldim. O'sha ampulada bo'ladi. 1 gram ursa bo'ldi. Sonidan 1 gram urish kerak bitta qo'yanga. Xo'p, menimcha bu o'sha tug'ish jarayonini boshlayapti. Kutamiz. O'zim meni planim bo'yicha, rejam bo'yicha bugun kechki payt menga o'qil urish edi. Agar o'zi tursa nursiga olaman. Xo'p. Keyingi yangilik, shuni hozir qarasam, mana shu ikkita bolasi yotibdi. Ikkita bolasi yotibdi mana shu yerda. Bittasi tirek olib joyiga qo'ydim, ikkinchisi o'lib qoldi. Muzday bo'lib qoldi. O'sha kechki payt buni tong mana nima qilgan? Qog'oz olib tashay. Muzday bo'lib qolgan. Bu ovqat yemagan. 13 ta bo'ladi mana bunda. 13 tasini qarolmaydi-da. Shu bittasi o'zi minus. Mana hali tuki yo'q, boshqasi yo'q. Mana shtimiz deb qolibdi. Xo'p, nimadan bo'lgan? O'sha menimcha shu emizgan payti bolasi osilib kelib qolgan bu tomonga. Xo'p, yoki o'zi tipirchilab borgan. Mana shundan tushib borgan tipirchilab. Mana shu bir kichkina pregarodga qo'yib yuboraman. Mana qilib, mana shunaqa bo'ldimi? Shuni qo'yib tashlayman xudo xolasa. O'zi davno qo'yishim kerak edi. Eslaysiz bo'lsa oldin videoda aytdim. Mana bular bilan shunaqa bo'lgandi. Shunaqa gaplar. Endi bular hozir suv idishga borgan. Bo'lyapti qayda buni o'rganyapti o'zi bular turdi, mana ko'rdim, yeyapti, tishlayapti, o'tni. Suvga endi kislotasini qo'shib qo'yishim kerak. Molashni kislotasini. Bo'lmasa bo'lmaydi. Molashni kislotasini qo'yib qo'ymasak bo'lmaydi. Xo'p, shunaqa gaplar. Xo'p. Bu tug'sa zo'r bo'lardi mana shu. Tug'olmasam qiynalyaptimi deyman-da. Hozir tug'dirsam men ishga ketaman-da. 1-2 soatdan keyin ishga ketsam, 2 soatdan keyin endi uydagilar qarashadi, lekin o'zim kun bo'yi o'zim qaraganim ba'zi bir zo'rda, boshqacha-da. Xo'p, mayli, ko'ramiz. Hali yangilikdan sizlarga aytaman. Omon bo'linglar, charchamanglar. Kanalga albatta a'zo bo'lib qo'shasizdan chiqmasin. Bizda nima bo'ldi? Demak, mana quyonimiz o'sha tug'olmayotgan, menimcha ishtahasi yo'q. Menga hozir o'qil urmayman, chunki men ishga ketishim kerak edi. Xudo xolasa ishdan kelib, o'sha shomga xudo xolasa o'qil uraman. Men shu nimasini to'g'rini kutib olamiz. Balki peregarodga qo'ydim hamda. Oldigan sharaka qo'yib qo'ydim deganlar mana. Bolalar o'tib ketmasligi uchun marta taxlab qo'ydim. To'qson mashtiq tug', tushundingmi? Masht raddom. Bot oshxona. Tushundingmi? Masht raddom spalni. Xo'ppa? Shotka. Bas. Chiroyli qilib qo'ydim, nasib qilsa. Hop, kengsi. Bu odam shunaqa qildi mana. Buni ochiga qaranglar. Ovqati bor. Doni bormi? Ko'rinyaptimi yo'qmi?
noni bor. Xullas bunga o'tlarni berib tashladim. O'zim qo'yib qo'ydim shu bolalar o'tmasin deb. Shu bitta bolasi mana shunga chodir o'tib ketib qolib ketganda bu yerga qo'yib qo'ydik. Endi mana mashlarga anaqa tuylarni tashlab qo'yamiz. Mabododa tushundingizlar? Mana o'zi yurib tashlagan tuylarni ko'rapsizlarmi? Bu bunday qilib qo'ysak, mabodo mana shu yerda bolasi qolib ketsa, nima qilamiz? Mana shu tuylarga ulanib yotaveradi-da. Mana. Mana shu tuy ko'p ekan. Xullas. Mana shu qilib qo'ydim. Mana bu yerda o'zim bolalar yotibdi mana. Tushundingizmi? Shunaqa gaplar. Xudo xolasa. Zo'r, hammasi chiki-puki, ovqatini berdim, suvini berdim. Mana bunga bolalar o'zi yuribdi, qaranglar mana. Bolalar o'zi yurib, aylanib yurishibdi, ko'rsataman. Qani u yoqda ikkitasi boya hammasi yuruvdi, mana g'izaqlab yurishibdi o'sha. Anaqada kiletga egallab olishdi. Qafasda shuning uchun o'tlarni olib tashladim. Bu yerdagi o'tlar endi anaqasi yo'q, bargi yo'q, qurigan, faqat tok qolgan. Stol deydi-ku, tok emas, qattim joyi qolgan. Xo'p, bu yoqda tepaga bog'lab qo'ydim. 2 haftadan shunaqa qilaman. Hozir bular endi 15 kunlik bo'lsa, xudo xolasa 2 hafta yana 1 oylik. Rovna shu 1 oylikda bilan ajrataman. Demak 2 hafta mana shunaqa rejimda bo'lib turadi. Tepada qo'yib turamiz. Ya'ni bolalar yetmaydigan, bolalar yemaydigan variantda bo'lib turadi-da. Uni bersak ham hozir endi anaqa barra berdim. Barra beda berdim. Atak ho'l beda berib turamiz. Quruq beda berib turamiz. Xudo xolasa endi bu yog'iga 2 hafta. Keyin shu bilan bolalarni ajratamiz. Bolalarni mashqa qo'ysam kerak. Xudo xolasa shu yerga qo'yib qo'yaman. Shuning bilan hayot go'zal bo'lib boshlaydi nasib qilsa. Omon bo'linglar, charchamanglar. Kanalga a'zo bo'lishni sizdan chiqmasin.